Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Saudiya Arabistonida o'tgan o'smirlar o'rtasidagi Osiyo chempionati qahramoni bo'lgan O'zbekiston terma jamoasi munosib taqdirlanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, prezident sovg'asi sifatida futbolchilarga Chevrolet Cobalt avtomobillari sovg'a qilinadi. Jamoa murabbiylar shtabiga esa Chevrolet Tracker avtomobili taqdim etiladi. O'zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionati 2026 saralash bosqichidagi asosiy raqiblaridan biri Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasida yangi mutaxassis ish boshladi. Birlashgan Arab Amirliklari futbol federatsiyasi rasman ruminiyalik mutaxassis Kosmin Olaryuni terma jamoa bosh murabbiyi sifatida e'lon qildi. 55 yoshli mutaxassis faoliyati davomida Saudiya Arabistoni terma jamoasi Al-Hilol, Al-Ayn, Shabab Al-Ahli jamoalarida faoliyat olib borgan. Ayni paytda esa Sharja jamoasini boshqarmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi Jahon chempionati saralash bosqichining A guruhida 8 o'yindan so'ng 13 ochko to'plagan holda 3-o'rinda bormoqda. Amirliklar navbatdagi uchrashuvni 5-iyun kuni o'z maydonida O'zbekiston terma jamoasiga qarshi o'tkazadi. Osiyo futbol konfederatsiyasi mazkur o'yin bo'lib o'tadigan stadion hamda uchrashuv vaqtlarini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston o'yini 5-iyun kuni 21:00 da Abu Dabidagi Al Nahyan stadionida bo'lib o'tadi.